Assalomu alaykum, hurmatli temir yo'lchilar. Avvalambor bugungi kasb bayramlaringiz, yubileyingiz muborak bo'lsin. Mana shu fursatdan foydalanib men o'zim Markaziy kon boshqarmasi direktori Otabek Mannayich nomidan, o'zimning nomimdan sizlarni mana shu kasb bayramlaringiz bilan tabriklayman. Bu sharafli kasb temir yo'lchilar juda ham bizni Markaziy kon boshqarmamizning olib borayotgan faoliyatida juda ham katta rol o'ynayapti. Bugungi kunda uzluksiz madanni zavodga, kimiznikiga yetishtirib berayotgan juda ham mas'uliyatli ishda hormanglar, tolmanglar. Sog'lik salomatlikda mana shu o'zimizni bizga qo'yilgan vazifani bajarib yurishda sizlarga omad tilayman. Har doim professionalniy udachi deydi, ana shunday udachilar bo'lsin. Qolaversa oilalaringizga pul baraka, fayz tarovat, sog'lik salomatlik tilaymiz. O'zbekiston Respublikasi kon metallurgiya sanoatini rivojlantirishda va jahon standartlariga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarishga qo'shgan munosib hissasi hamda O'zbekiston Respublikasi temir yo'l transport xodimlari kuni va Markaziy kon boshqarmasi temir yo'l transport boshqarmasi tashkil topganligining 60 yilligi munosabati bilan Markaziy kon boshqarmasi temir yo'l transport boshqarmasining quyidagi xodimlari taqdirlanadilar. Navoiy kon metallurgiya kombinati faxriy yorlig'i bilan Boboyorov Norbulat Xudoyorovich, Atakulov Karim Bahronqulovich, lokomotiv xizmati harakatlanuvchi sostavni ta'mirlovchi chilangari. Markaziy kon boshqarmasi faxriy yorlig'i bilan Hamroyev Saydulla Babanarovich va Alpamiz Polatovich, vagon xizmati elektrogaz payvandchisi. Hamroyev Qodirjon Qahhorovich, lokomotiv xizmati harakatlanuvchi sostavni ta'mirlovchi chilangari. Namozov Abduhalil Abdukarimovich, Assalomu alaykum, bayram muborak bo'lsin. Davom ettiramiz. Navoiy kon yo'nalishida nominatsiyasi g'olibi Safarov Sanjar Ravshanovich. Yo'nalishi bo'yicha nominatsiyasi g'olibi Nikolaychuk Sergey Yurovich. Mo'g'ul kasb egasi ko'rik tanlovining eng yaxshi poyezdlar tuzuvchisi. Mo'g'ul kasb egasi ko'rik tanlovining eng yaxshi teplovoz mashinisti nominatsiyasi g'olibi Jumanov G'olib G'ulomjon Abdurahmonovich. Mo'g'ul kasb egasi ko'rik tanlovining eng yaxshi yoshlar kesimida uchun sportni rivojlantirishda kon boshqarmasi yoshlar yetakchilari kengashining diplom va esdalik sovg'alari bilan quyidagi ishchi xodimlar taqdirlansinlar. Rahmatov Sherzod Amrulla o'g'li, vagon xizmati harakatlanuvchi sostavni ta'mirlovchi chilangari. Akilov Aydos Kuanishevich, vagon xizmati elektrogaz payvandchisi. Abdulla o'g'li, lokomotiv xizmati teplovoz mashinisti yordamchisi. Jo'rayev Omon Nasriddin o'g'li, lokomotiv xizmati teplovoz mashinasi. Galimjon Farhod o'g'li, ekspluatatsiya qilish xizmati poyezdlar tuzuvchisi.
davom etadi. Ertadan keyin yana Besopon planshetkasi bor. Undan keyin yana bir tadbirlarimiz bor. Bayramona kayfiyatni davom ettiramiz. Hammalaringizga omad, sog'lik, salomatlik. Xuddi shuningdek bayramlarimiz bir necha kun davom etadi. 1 avgust kuni markaziy o'yingohda stadionimizda 20:00 da Gulinur taniqli qo'shiqchini taklif qilganmiz. Birgalikda xudo xolasa dam olamiz. Sog' omon bo'linglar.